ustozimdan sabr-toqat va matonatni o'rgandim. Ustozim har bir qarich yer qadrini o'rgatdi. Ustozim menga fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lishni o'rgatdi. Ustozim hayotda to'g'ri yo'l tanlashni o'rgatdi. Ustozim menga hayotda aniqlik va halollikni eng katta boylik ekanligini o'rgatdi. Qadrli ustozlarimiz, soha fidoyilari, kadastr sohasini rivojlanishida sizning hissangiz ulkandir. Har bir o'gitingiz oltinga teng, zero siz ulkan tajriba va bilim egasisiz. Bugungi kasb bayramingiz muborak bo'lsin.